2022-yilda qurilish va loyiha tashkilotlari reyting elektron platformasi ishlab chiqilib ishga tushirildi. Bu orqali 24.600 dan ortiq qurilish va loyiha sohasida faoliyat yuritadigan korxonalarning elektron reytingi hisoblab ishga tushirildi. Elektron reyting inson omilisiz avtomatlashtirilgan o'sha matematik algoritmlar asosida inson omilisiz hisoblanadi. Reyting ishga tushishi bizga nima berdi? Reyting ishga tushgandan keyin korxonalar o'zining ya'ni ish faoliyatini haqiqiy shartnomalar asosida, ya'ni перечисление orqali xizmat ko'rsatishga o'tdi. Naqd pul aylanmasi kamaydi. Natijada sohada faoliyat olib borayotgan korxonalarning yillik aylanmasi 41 trilliondan oshdi. Ularga xodimlariga oylik berish oldingidek naqd pulda emas, haqiqiy soliq orqali o'sha haqiqiy oq oylik berish natijasida band aholi, qurilish va kommunal sohadagi band aholi 58% ga oshdi. Va ularning texnikalarini soni o'sha korxonalarning maxsus texnikalari, ekskavator, kran, kamazlar soni 2 barobar oshdi. Ya'ni qanaqaki o'zini bitta xodimini nomida yoki direktor nomida turgan elektron o'sha maxsus texnikalar yagona o'sha korxonani, tashkilotning balansida jamlanadi.